Assalomu alaykum ahli YouTube aka ukalar ag'ayinjama aynalar bitta like bosib ko'rsansa tal bardur durganda qarsillab titilib ketsin ayna aytib qo'yay. Ba'zan birodarlarimiz hozir nima deydi? Nimadan qiynaladi? Nima uchun qo'rqyapti? Amina приложениесі ishlamay qoldi deb ba'zan birodarlarimiz Saxrovaga borib so'rab kelyapti. Aynalar qo'rqmangizlar. 2-3 kunda bu yo'lga tushib ketadi. Chunki obnovit bo'ladi. Bu sistema. Bu sistema bazada misal milyon odamlar shu hozir kamida milyon odam Amina приложениесі bilan jiribdi-da, millionda bor. Kamida itak 5-6 million. Shuning uchun obnovit bo'lyapti. Hech qanday qo'rqmangizlar. Qo'rqinchga o'rin yo'q. Qo'rqmangizlar aynalar. Mana shu videolar bor. Bizning aynalarimiz borgan, so'ragan, qo'rqmanglar degan. Hal videolar bor. Ko'rasizlar oxirida aynalar. Men nima deyman? Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. O'zlaringizni asrangizlar aynalar. Qo'rqib turib hech qachon qo'rqib yotmangizlar aynalar. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. O'zlaringizni asrangizlar. Assalomu alaykum. Hammasi qanday yaxshimi? Kimda bachalar Amina ishlamay qolmasa, mana FMSga kelib qaytib ketyapmiz. Seshanba kunga davr ishlamaydi ekan. Sargadan halak bo'lib yotmasin hech kim. Ana aytdi, qayta so'radik, ichkariga kirmoqchi bo'ldi, qo'ymadilar. Ko'chada jirsak nima bo'ladi dedik. Hech nima bo'lmaydi dedi. Seshanba kungacha ishlamaydi dedi. Biron gap bo'lmaydi dedi. Shu endi o'zlaricha abishat qildilar. Ketyapmiz buni.